Sizningcha nega aynan Asliddin ismli insonlar ko'pincha jamoaning yoki oilaning eng ishonchli ustuniga aylanishadi? Bu ism arab tilidan olingan bo'lib, asl, ildiz, poydevor hamda din so'zlarining birikmasidir. U ramziy ma'noda e'tiqodning asosi va haqiqiy aslzoda degan tushunchalarni o'zida mujassam etadi. Psixologik portretiga ko'ra, Asliddinlar hayotda barqarorlikni qadrlaydigan, mantiqiy fikrlovchi va so'zi bilan amali bir bo'lgan insonlardir. Biroq ularning o'z prinsiplariga haddan tashqari sodiqligi ba'zan qaysarlikka aylanib ketishi va yangiliklarni qabul qilishda biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Sirli fakt shundaki, ular tashqaridan juda og'ir vazmin va masofali ko'rinsalarda, aslida yaqinlari uchun o'z qulayliklaridan voz kecha oladigan fidoyi qalb egalaridir. Asliddin, siz doim tayanish mumkin bo'lgan haqiqiy insonsiz. O'zligingizni va ichki muvozanatingizni asrang. Bu videoni barcha Asliddinlarga yuboring. Paket shopdan ulgurji xarid qiling.